Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazonning birinchi kuni muborak bo'lsin. Tutayotgan ro'zalaringlarni Alloh dargohida qabul qilsin, ibodatni mustahkam qilsin. Shu ro'za Ramazon oyidan chiqqanda gunohlarimizdan pok bo'lgan holda ro'zalarimizni Alloh dargohida qabul qilib, gunohlardan pok bo'lgan holda ro'zadan chiqish Allohga nasib qilsin. Xo'p, prize qo'yamiz mana. Mana bitta qo'yamiz. Hali bitmadi ishimiz. Mana inshaalloh masjidimizda hali ishlarimiz ko'p bitdi. Bitgan joylarni qo'yamiz mana. Qani. Inshaalloh bu yo'llarni ham tez kunda ochilib qolish kerak. Ro'zagacha ochilish kerak, ozgina uspet qilinmadi menimcha. Masjid kirish qismida sizlarga ko'rsataman mana xudo xolisa. Masjid qo'lov qismiga tushmoqman hozir. Sizlarga ko'rsataman. Masjiddan shu yerdan boshlangan. Bunaqasi orqaga ketgan. Podvodimizda ikkala Alloh bilsin. Masjid territoriyasi bilan bir xil podvod. Podvodga ko'proq ketadi, tepada kichkinaroq, kichkina emas. Xudo xolisi, kattaroq ancha odam ketadi. Bu taraflarda ham podvoldan olib ko'rsataman sizlarga, mana xudo xolisi chiroyli bu bitotdi. Podvol tayyor gilamlar, sal to'g'rilorsa xudo xolisi. Masjid territoriyasi bilan bir xilda podvol. Tepada kichkinaroq to'xtatxona bo'ladi, endi joy bo'ladi endi. Shu hisobiga podvol katta. Bu 3-etaj. 3-podvol, o'rta, 3-etaj. Juda ham chiroyli lekin ko'z bilan ko'rsa. Telefonda qanaqa ko'ryapti bilmadim. Telefonda sizlarga qanaqa ko'ryapti bilmadim, lekin ko'z bilan qaraganda juda ham chiroyli. Qaranglar. Ibodatlar qilishni nasib qilsin shu yerda. 2-etaj.